Har bir ayolda ikkita kuch yashaydi. Bu kuchning birinchisi bu ayollik. Ayollik aslida sevgi, muhabbat, kuch, yumshoqlik, mayillik, yoqimlilik va ayollik fitratida bo'lgan ojizalik hisoblanadi. Ikkinchisi esa ayyorlik, ya'ni ayyorlikdagi bu hech qanaqa manipulyatsiya emas, ayolni ichki resursli kuchi hisoblanadi. Ya'ni u donoligi bilan o'zini insonga ta'sir kuchini ko'rsata olish emotsional holati bilan yashiringan ichidagi kuch manbai hisoblanadi. Ko'pchilik bu ayyorlikni manipulyatsiya deydi. Yo'q, buni har qanday holatda alohida ishlatilganda manipulyatsiya, boshqa holatlar bo'lishi mumkin. Lekin ayollikni qachonki ayollik va ayyorlikni birlashtirgandagina bu katta ayolni ichki resursi va ichki kuchi hisoblanadi. Insonga ta'sir kuchini ko'rsata oladigan, yonidagi turmush o'rtog'ini, farzandlarini, oilasini, butun oilaga energiya tarqata oladigan manba hisoblanadi. Shuning uchun ham ayol oilada baxtli bo'lsin deydi. Ayol baxtli bo'lsa, erga ham baxt bera oladi, farzandlariga ham, oilasiga, jamiyatga, hammaga baxt ulasha oladi. Shuning uchun ham ikki kuchni birga, ya'ni ayollik va ayyorlikni birlashtirganimizdagina juda ham katta bu ichki resurs, insonga ta'sir kuchini ko'rsata oladigan, turmush o'rtoqni rivojlantira oladigan va turmush o'rtog'iga ham o'zini duolari va boshqa ichki holatlari bilan juda katta boy bo'lishga ta'sir qila oladigan holatga aylanadi. Aslida ayollik jozibasi bu tananing go'zalligi emas va yoki qayerlaringizdadir go'zalligi emas. Bu energetik oqim, bu energetik uyg'onish hissiyotidagi, ya'ni ichki resurs hisoblanadi. Ayollik jozibasi bu insonga jim turib ham ta'sir kuchini ko'rsata oladigan juda ham katta kuch, qudrat hisoblanadi. Lekin ba'zan biz uni ichki holatda his qilmaymiz, qadrlamaymiz, yo'qotib yuboramiz, erkakligimiz uyg'onib ketadi yoki erkaklar bilan raqobatlashish da'vogarligimiz kuchaygani sari ayollik energiyasi, ya'ni ayollik jozibasi bizdan ancha kamayishi va ayolligimizni his qila olmasligimiz mumkin. Erkak ayol o'zi bir xil, ya'ni qaysi ma'noda bir xil? Ular gender tenglikda ham teng, qonunda ham teng, dinda ham teng, lekin vazifalar jihatdan ayro. Vazifalar jihatdan erkak ustunroq, ayol, ya'ni masalan erkak hayotda boshqaruvchi, boquvchi va boshliq sifatida vazifa jihatdan turadi. Ayol esa o'zini itoatkorligi va ayollik fitratidagi ojizaligi bilan va ojizaligi orqali erkakni ochish xususiyatlari, ya'ni mana shunday holatlarda ikkalovi teng bo'lgan jihatda ham vazifa jihatdan erkak ustunlik, ya'ni yuqori turish holatlari bo'ladi. Shuning uchun ham nimaga ko'pchilik o'zini ayollik jozibasi bor ekan, nega ayollik holati bor ekan, nega o'zini ocholmaydi, nega bu holat yo'qolib ketadi, nega erkak bu ayolni jozibasini yoki ayolligini his qilmay qo'yadi-da, xiyonat boshlanadi, bu yerda konfliktlar, kelishmovchiliklar, ayol sifatida ko'rmaydigan holatlar kuzatiladi. Sababi bizda 3 ta holat yashaydi. Bu birinchi holat, ichimizda yashayotgan 3 ta holat. Birinchi ego holati, ikkinchi ota-ona holati, uchinchi esa yetuklik holati. Birinchisi ego holati, ya'ni bola holati hisoblanadi. Agar ayol bola bo'lmagan bo'lsa, ichki holatidan, ya'ni ichki ego holati bilan o'smagan, qarashlari, nazarlari qotgan, mumkin emas deydigan ichidagi hissiyotlar ko'p, har xil, masalan, o'zini ichki ayolligiga batamom qarshi yashaydigan ayollar, ya'ni tana jihatdan katta, lekin ong jihatidan o'smaganligi sabab bunda bola ego holatida qolib ketadi. Bola ego holatida yashayotgan ayollarda eri qanday bo'ladi? Ya'ni eri ota obraziga o'tib oladi. Xuddiki ayolini bolasidek boshqaradi. Borma, qilma, qo'y, nimaga toza emas, nega unday qilding, nega bunday qilding, arzimagan har bitta ishga, uy ishi bormi, boshqa bormi, hamma narsaga aralashishni boshlaydi. Sababi bolasidek boshqarishni boshlaydi. Chunki ayolning qalbida ichki holatida bola ego holati yotganligi sabab. Bu holatni qachonki yetuklikka chiqib, o'zgartirgan, qarashini, nazarini o'zgartirgan, hamma narsaga, ya'ni san past, san tepa demagandika, u yomon, bu yaxshi deydimagan holatda qarashni boshlasa ayol kishi va tashqaridagi oladigan har doimgi tajribalardan, ya'ni oilada bo'layotgan, hayotda bo'layotgan, umuman dunyosida bo'layotgan vaziyat, keladigan tajribalardan qo'rqmaganda, ya'ni insonda yetuklik paydo bo'ladi, ya'ni ayolda yetuklik paydo bo'ladi. Biz o'sha yetuklikni bosib turganligimiz bola ego holatida bo'lganda, to'laqonli buni bola sifatida ko'radi va detskiymisan, undaymisan, hali ham bolasan, har xil mana shunday jerkishlar, urushlar holati ko'payib ketadi. Endi esa ikkinchi ego holatga o'tamiz. Bu ota-ona ego holati. Agar ayol kishi ota-ona ego holatiga, ya'ni ona ego holatiga o'tib olsa, eriga ham ona bo'lishni boshlaydi. Bolalarga ham, hammaga, atrofda
vaqtda hammaga bola ya'ni ona bo'lishni boshlaydi. Ya'ni shu ona ego holati kuchayib ketgan vaziyatda erkakka ham onalik qilishni boshlaydi, ya'ni o'z turmush o'rtog'iga. Bu onalikni roliga o'tib olgandan keyin o'zining hayotida bu ayol ko'rmasdan hamma bilan yozishib, xiyonat, mana shunday holatlar ko'payadi. Undan tashqari bolaga o'xshab xotiniga nima qilay, boraymi, qo'yaymi, nima qilish kerak, nima pul ber, san ber, menda yo'q, mana shunday xuddi o'zini boladay tutishni boshlaydi erkak. Sababi buni ichida ona holati yonganligi sabab bu ham bola holatiga o'tib oladi. Shu paytida bola ego holatida ham balans buziladi oilada. Sog'lom muhit, ya'ni garmoniyadagi oila muhiti bo'lmaydi. Ota-ona ego holatida ham oiladagi sevgi garmoniyasi, yetuklik holati bo'lmaydi. Qachonki inson yetuklik holatida bo'lsa, ikkita katta inson bir-biri bilan chiroyli suhbat, chiroyli gaplashgan, chiroyli olib borgan hayoti mana shunday chiroyli vaziyatlarga chiqishi boshlaydi. Ko'p holatlarda, ya'ni erkak kishi ham ota obraziga o'tib ketsa, xuddiki ayoliga bola obraziga, ya'ni bola ego holatidagi har doim qaraydigan bo'lsa ham oiladagi balans buziladi. Hech qachon ya'ni ikkita yetuklik inson oilada ya'ni chiroyli garmoniyani, balansni, baxt holatini yarata oladi. Ko'p holatlarda biz ba'zan ayollar turmushga chiqqanda, ya'ni erkak kishining oilasini boshqarish mas'uliyatini olmaydi va olmagan holatda san onam nima desa shu, onamni aytganini qil, hamma narsa onamda aytgani bo'yicha, mana shunday holatlar ko'p bo'ladi va oila mas'uliyatidan erkak ham qochadi. Quloqim tinch bo'lsin, onam urushmasin, ya'ni onani oldida yomon o'g'il bo'lmaslik holatini ko'p ya'ni ichki holati bilan mas'uliyatini olmagandan keyin ona ham o'zi baxtli bo'lmagan bo'lsa, agar baxtli bo'lgan bo'lsa chiroyli oila shakllanadi, lekin o'zi baxtli bo'lmagan ongi ostida baxt holatini ko'radigan bo'lsa, buni yo'q qilish holatiga tushadi. Insonda shunday ichki holat borki, yo'q qilishga tushishni boshlaydi. Ya'ni ona boshqaraverganda er ham kelib urishishi, ona ham kelib urishishi, ya'ni ayolni ha deb bola holatiga tushirib qo'yishi va bu yerda qiynalyapti ayol, ya'ni qurbon pozitsiyasiga tushyapti. Qayerda qurbonlar bor, shu yerda juda ham katta o'sha hayot balansi buzilyapti. Hayot vaziyatlari buzilyapti. Ikkita katta inson oila qurdi, lekin bu yerda o'sha balans yo'q. Bu ayol ham baxtsiz bolalarni tarbiya qiladi. Chunki qaynonadan, erdan katta zarba olib qurbon bo'lyapti va qurbon pozitsiyasi o'zi bilmagan holda qurbon pozitsiyasini yaratadi. Qachonlardir qaynona ham qurbon bo'lgan va kelinni ham qurbon qilishga o'tadi. Kelin esa farzandlarni urib, so'kib, do'g'lab, qattiq gapirib va hattoki ba'zan bolaga shunaqa har xil og'irlik vaziyat, ya'ni bolani ham bu yerda qurbon qilishadi. Bolani ham bu yerdagi tinchlik holati buziladi va bola buzilmagan taqdirda ham, bolani urishmagan taqdirda ham onani bunday ezilayotganligini, onani bunday qiynalayotganligini ko'rgan bola ham ichki holatda qaddi egik, ichi siniq, hayotga hafsalasi pir va hayotdan nafratlangan, g'azablangan holatda va ichki vaziyatlarda mana shunday har xil og'riqli vaziyatlarda katta bo'lishadi. Masalan, yaqinda bir internetda ham video tarqaldi, ko'rgan bo'lsanglar, kanalga ham qo'ygandim. Shu bitta qizchani 5 ta yigit to'xtovsiz urishadi. Aynan va u oxiri shunaqa yomon urib, qizni mayib qilib qo'yib, bu joylarni ham даже больницаga tushiradigan holatga qattiq yuragidan tepadi va maktabga borganda ham aynan o'sha bolachaga nega bunday qilding desa, men katta bo'lib shuni ota-onasi ham, shu qizni ham o'ldirib ketaman, terrorist bo'laman degan har xil gaplarni gapiradi u bolacha. Bu holatni albatta videoda ko'rdik. Biz ko'p holatlarda o'tkazib yuboramiz, ko'rmaylik, bunday holatlarni kayfiyatim to'kadi deydigan holatda aytamiz, lekin nima uchun bunday holatlar bo'ladi? Bu yerda uni onasi qurbon pozitsiyasida va ota har doim urilgan, kamsitilgan, buni ko'rgan yigit, ya'ni bola normal holat qabul qiladi va ayolni shunday xo'rlash mumkin emasligini tushunmaydi, anglamaydi. Aslida bu qizda ham juda ham qattiqqo'l ona tarbiya qilgan va qattiqqo'l ona tarbiya qilgan farzandlarni moyilligi kuchli bo'ladi. Buni taqdirlaydigan, ezadigan, qurbon pozitsiyasida yashayotganligi uchun, ya'ni jертва pozitsiyasida yashayotganligi uchun o'ziga bitta tiranni tortishi va buni har doim jертваligini eslatib, his qildirib beradigan insonni o'zi bilmagan holatda tortadi. Shuning uchun ham har doim inson, ya'ni ayol kishi ayolligini qachonki ishlata olganda, ayolligini ko'rsata olganda, ayolligi bilan sog'lom muhitni oilada yarata olgandagina mana shu oilada juda ham chiroyli hislar, holatlar shakllanishini va farzandlar ham, turmush o'rtoq ham hammasi tinch xotirjam bo'lishni boshlaydi. Ko'pchilik aytadiki, men juda ham bunga ko'p harakat qilganman, boshqa nima qilgansiz? Ilm olmagansiz-ku. Ilm orqali hammasini o'zgartirsa bo'ladi. Sababi bu ilmlar juda ham ko'p o'quvchilarimizning hayotini o'zgartirib kelyapti va siznikini ham inshaalloh albatta o'zgaradi va buning uchun siz ko'p ustingizda ishlashingiz va ayyorligingiz barchasini ishlata olishingiz kerak. Agar bundan ham 50%, bundan ham 50% ishlatganingizda juda ham katta sizni hayotingizdagi misli ko'rinmas o'zgarishlar boshlanadi.
aynan ko'pchilik aytadiki mana shu man pul ololmayman erimdan, mana shu aynan ayolligini ko'rsata olmagan, boshida bergan qizaloqlik, qirolichalik, bekalik, ma'shuqalik bu energiyalarni to'g'ri ishlata olmaganligi va juda ham qattiq uyat qismi, ya'ni uyalish, o'zini oilasidan uyalish qismi, ya'ni turmush o'rtog'idan o'ta uyalganda ham ayolligini, ichki hissiyotlarini barchasini yopib qo'yadi. Ayollik va ayyorlikda yashaydigan, ya'ni ayollik va ayyorlikni birlashtira olgan ayollar ikki toifaga bo'linadi. Birinchisi bu kuchli ayollar, ikkinchisi esa yonida kuchli inson bo'lishini tanlab, ojizaligini, fitratini va ichidagi nozikligini uyg'otadigan, haqiqiy ayollik jozibasini uyg'otadigan ayollar hisoblanishadi. Ayolligimiz eng birinchi aslida bu dunyoga keladigan missiyamiz desam ham adashmagan bo'laman. Ya'ni o'zimizni ayollik orqali ko'rsatadigan holat. Missiya desa ham bo'ladi buni. Ayolligimiz, bilasizmi, ayollar o'zi asosan eng katta dunyoga katta vazifa bilan kelgan, ya'ni insoniyatni davom ettirish vazifasi bilan kelgan. Shuning uchun ham ayollar ichki mas'uliyat bilan tug'ilishadi. Ya'ni hissiyotli ichki mas'uliyat bilan. Hissiyotli ichki mas'uliyat bilan kelganligi sabab ko'p holatlarda, masalan, turmushga chiqqandan keyin shoshqaloqligi va hattoki erkakni ham o'rniga da'vogarlik qilish holatlari kuchayib ketadi. Chunki u ichki mas'uliyat bilan kelgan va ba'zan o'zi sezmagan holda, o'zi anglamagan holda tashqi mas'uliyat ham uyg'onib ketib, erkaklikni ham ba'zan olgan holatda, ba'zan uyda, oilada boquvchi ayol holatiga ham o'tib qoladi. Erkak esa ichki mas'uliyat bilan tug'ilmagan, tashqi mas'uliyat bilan tug'ilganligi uchun u ayol bo'lishni bilmaydi va sizga joy berib qo'ya qoladi. Shu holatda ko'p holatlarda erkak emas, ba'zan ayollar boquvchi holatda bo'ladi. Erkak esa tashqi mas'uliyat bilan kelgan, ya'ni boqish, boshqarish, bog'cha, uy, bozorlik, oilani boqish, finansiy, har xil uy, mashina, ko'p moddiy narsalar sotib olish, bular hammasi erkakning vazifasi bo'lsa, ayolning vazifasi esa ichki eng birinchi o'rinda ojizalikda, ya'ni o'zini ojizaligini his qilish, fitratiga qaytish va tug'ish, bola qarash va o'zini ayolligini ichki holatdan to'laqonli uyg'otib ochish hisoblanadi. Ana shu ichki holatdan uyg'ota olmagan ayollar ham ichki ham tashqi mas'uliyatlar uyg'onib, ba'zan erkakni ham joyini egallash holatlari kuzatiladi. Shuning uchun ham men sizga bu ichki mas'uliyatlarni uyg'otadigan va ichki mas'uliyatga qaytaradigan va ichki mas'uliyatni to'laqonli his qiladigan amaliyotlar beraman, inshaalloh. Bu amaliyotlarni bajarasiz. Bilasizmi, ayol kishi har doim o'ziga, ya'ni yer bilan uyg'un, ya'ni yer bilan, shuning uchun ham aytadi, erkaklar marsliklar, ayollar yerliklar degandek gaplarni eshitgandirsiz. Ya'ni to'g'ridan to'g'ri osmon bilan bog'langan bo'lsa erkak kishi, shuning uchun ham erkak kishini har doim aytilgan gapi o'q deyilgan narsani eshitgansiz. Ayol kishi esa yer bilan bog'langan. Bizni eng katta ochuvchi va bizni eng katta qalbimizni, ayolligimizga, yumshoqligimizga, fitratimizga qaytaradigan narsa bu yer. Ya'ni bu tabiatni his qilish. Qancha xotirjamlik, qancha tabiatni his qilsangiz, shunchalik ichki ayolligingiz uyg'onishi va ichki ayollikdagi holatlarni kuchli his qilishingiz juda ham katta ochiladi. Sizni ayolligingizni his qilishingiz, xotirjamlikni, sakinatni his qila olishingiz sizni ichki mas'uliyatingiz qaytaradi. Agar oilada ayol kishi ichki mas'uliyatda yashasa, juda ham ko'p narsalar o'zgarib ketadi. Ya'ni erkak kishi o'zini tashqi mas'uliyatda yashashni boshlaydi. Erkak kishi o'zini tashqi mas'uliyatni olishni boshlaydi. Shuning uchun ham ayol kishi albatta o'zini ichki holatiga, yumshoqligiga, hislariga, fikrlariga, barcha yaxshi holatlariga diqqatini qaratishi, o'ta ko'p ishlamasligi va o'ziga dam kunlarini, dam vaqtini berishi va bu narsani o'ziga qo'yib olishi kerak. Masalan, sizni o'zingizni ayolligingizga qaytaradigan, ayollik jozibangizni uyg'otadigan, ayollik holatingizni ichki holatdan qaytaradigan eng birinchi o'rinda bu siz o'zingiz uchun belgilangan vaqt. Bu belgilangan vaqtni o'zingizga qo'yib olganingizda juda ham ko'p narsalarni o'zgartirasiz. Ya'ni xohlasangiz bu o'zingizga belgilangan dam vaqtini uxlang, xohlasangiz ustingizda shug'ullaning, xohlasangiz yozishni yaxshi ko'rsangiz shukrona yozing, nimalardir bilan o'zingizga yoqqan hobbingiz bilan shug'ullanishingiz mumkin. Albatta, lekin o'zingizga bir kunda 1-2 soat bo'lsa ham vaqt ajratishingiz o'ta muhim. Uyqudan tashqari, doimgi uxlab oladigan holatingizdan tashqari o'zingizni sevgan, dam beradigan, miyangizga dam beradigan kun bo'lishi kerak. Yoki o'zingiz uchun bir haftada bir marta ko'chaga chiqish vaqtini ham sekin-sekin qo'yishingiz va bu sizga damga kirsa, buni hayot tarzingizga kiritib olishingiz juda ham muhim hisoblanadi.
eng birinchi o'rinda bizni ayolligimizni yo'qotadigan va ayolligimizni his qildiradigan va buni yo'qqa chiqaradigan holat bu har doim biz o'zimiz uchun boshqalar hayotidan birinchilikka da'vogarlik qilish. Ya'ni bu qanday? Onam meni birinchi yaxshi ko'rarmikin? Erim onasini yaxshi ko'radimi? Meni yaxshi ko'radimi? Singlisini yaxshi ko'radimi? Keyin meni yaxshi ko'radimi? Yoki dadam meni opamni yaxshi ko'radimi? Meni birinchi yaxshi ko'radimi? Ya'ni hammani hayotidan dugonam meni birinchi yaxshi ko'radimi? Boshqani yaxshi uni yaxshi ko'radimi? Boshqa dugonamni yaxshi ko'radimi? Ya'ni hammani hayotidan birinchilikni qidirgan, hammani hayotidan o'ziga birinchi o'rinlikni qidirgan inson hech qachon o'zini hayotida o'zi uchun birinchi bo'la olmaydi va o'zini hayotida o'ziga o'rin bo'lmaganligi uchun boshqalar hayotidan o'ziga o'rin qidiradi va o'rin izlaydi. Shuning uchun albatta mana shu hammani hayotidan o'zingizga o'rin izlayotgan bo'lsangiz, buni to'xtating. Avvalambor o'zingizni hayotingizda o'zingiz o'sha lestnitsa любви degan gap bor, ya'ni muhabbat pillapoyasi. Bu holatda siz bu muhabbat pillapoyangizni Allohdan keyingi birinchi o'ringa o'zingizni qo'ying. Turmush o'rtog'ingiz, bolalaringiz, ota-onangiz xuddi shunday lestnitsa holatini qo'yib borsangiz, shunchalik sizdagi mana shu boshqalarning hayotidan o'zingizga o'rin qidirish va boshqalar bilan o'zingizni solishtirish va boshqalar bilan o'zingizni har doim konfliktga borish, ya'ni o'zingizni o'zingiz samotsenkangizni tushirib, meni yaxshi ko'rmas ekan, opam birinchi yaxshi ko'rgan, bolaligimda ham meni ajratgan, mana unday qilgan, mana bunday qilgan deydigan holatlarga tushib qolaverasiz va albatta bu holatda o'zingizni hayotingizdan albatta o'zingizga o'rin qidirib umringiz o'tib ketadi. Shuning uchun eng avvalo o'rinda o'zingiz birinchi hayotingizda o'zingizga bering va o'zingizni tanlang. Albatta bu oltin o'rtalikda bo'lsin, xudbinlikka yoki o'zimga birinchi va boshqalarga tupurganim bor degan holatda emas va bu sog'lom holatda bo'lishi kerak. Ayollik va ayyorlikni birlashtira olgan ayol qayerda qanday gapirishni biladi, qayerda qanday o'zini tutishni biladi, qayerda qanday o'zini boshqarishni, emotsiyalar kachelasiga tushmasdan va emotsiyalar yomon holatga tushganda ham o'zini qanday shu yerda nazorat qilib o'zini boshqarishni juda ham yaxshi biladi va o'zini hayotiga boshqalarga ham mana shunday komfortini va o'zini hayotiga nima deydi, chegarasini to'g'ri qo'ya oladi. Bu sog'lom oilani, ya'ni bilasizlar, har doim aytaman, erkak kishi oilani boshqargani bilan emotsiya, hissiyot, oiladagi emotsiyalarni, oiladagi his-tuyg'ularni, oiladagi qayerga qarab ketayotgan sevgini albatta ayol kishi boshqaradi. Buning uchun albatta yetuklikka chiqqan, donolikka chiqqan, ayollik ayyorligini birlashtira olgan va buni uyg'ota olgan ayol buni albatta boshqara oladi. Bunga ham esa sizga inshaalloh albatta yechimlar, zo'r texnika amaliyotlar tayyorlaganman. Bu bilan ham ulashaman.